Hamma salomlik o'rtoqlar, kuninglar xayrli o'tsin. Polestar deb so'rayotgandinglar. Mana Polestarlardan kelgan hozirgina. Sizlarga hozir bitta obzor qilib, birinchi, ikkinchi pozitsiyasi bo'ladi bularni. Shuni farqini ko'rsatib o'tib ketaman. Bu mashina Polestar 2. Bu mashinani yangi kelganda o'rtoqlar 47 ming dollardan sotishgan. Lekin bularni hozirgi narxi, bilasizlar, boshida aytamiz 19 ming dollar. Chunki yili 2021, lekin hammasini batareyasi, yo'mkislari 100 bo'lib turibdi. Ovotganda yana tekshirib turib olasizlar. Glavniysi bu mashina urilmagan, prosta turib qolgan. Hech qaysi kraska bo'lmaydi. Endi sizlarga hozir bitta farqini aytib o'tib ketadigan bo'lsam, qaranglar. Buni full komplekt deb oladigan bo'lsak, bularda tumanki bo'ladi. Oldilarida 6 ta parktronika bo'ladi va 360 gradus kameralar bo'ladi. Bakoylarda ham bularda kamerasi bo'ladi. Bakoylarda ham kamerasi bo'ladi. Buniki bu yerda ekan. Farqi qaranglar. Bunda tomi temir tom bo'ladi, panorama yo'q. Bularda bo'lsa panorama tom bo'ladi. Ko'pchilik shuni farqla olmayapti. Panorama bo'lsa, значит, full bo'ladi deyapti. Yo'q, mana. Agar tomi panorama bo'lsa, bunda tumankasi ham bo'lmaydi. Mana ko'rasizlar, zaglushka. Bunda tumanka bor. Parktronika mana yon tarafida ham bor. Bunda parktronika yo'q. Значит, bu degani agar funksiya kamroq bo'lsa, elektr tomonlama, bu значит full bo'lmaydi. Nima qarayapsan? Bu full demoqchimisan? Ya, bu full emas. Qaranglar, hozir mana shu bola ham bu full deyapti. Bu full emas. Bitta panoramani o'rniga sizlar nimani tanlaydilar? Panorama tomni o'zini tanlaysizlarmi yoki 360 gradus, tumanka, 6 tadan 12 ta parktronika tanlaysizlarmi? Bitta shuni kompyuterda yozib o'tib ketinglar. Buni ko'pchilik shunaqa deb o'ylayapti. Mana bu ukam o'zi mashinani sotadi. Buni tushunchasi bo'yicha shunaqa, lekin men tushuncham bo'yicha faqat men emas. Bundoq agar texnikaga qiziqadigan odam bo'lsa, blogga fulli ma'lum bo'ladi. Buni keyin navoda ag'anib ketsa ham tomi shisha emas, sinib ketmaydi, tushunasizmi? O'shaning uchun men uchun bu o'zi full hisoblanadi. Keyin hozir Michelin balonda chiqqanlari bor edi, hozir qolmadi. Bu hozir ikkalasi ham Continental balonlar turibdi. Endi xarakteristikasini aytadigan bo'lsak, xarakteristikasi, lekin razgomlari zo'r. Hozir o'zim haydadim. Mana men mashinani hozir yana sizlar bilan bitta haydab, buni test qilamiz. Xarakteristikasi 0 dan 100 gacha 608 sekund, shunga yarasha tortib beryapti. Maksimal skorasi 165 bo'ladi. Ot kuchi bo'lsa 200 nechta edi? 245 ta ot kuchi bor bo'ladi. Keyin telefon qilib qolishadi. Telefon qilib qolishdi. Xo'p, hozir qaranglar. Men buni full deyapman, lekin ukam hozir aytayapti, yana qo'shimcha narsalari, bunda teplon nasos bor deyapti. Bunda ham lekin bo'lishi kerak, sen adashyapsan. Teplon nasos bo'ladi. Keyin abagrev 4 talasida orqa sidenida ham abagrev bor. Bularni faqat ikkita oldida abagrev bor. Bunda Harman Kardon kolonkalari, bunda bo'lsa o'sha Polestarning o'ziniki. Xo'p, endi kimga qanaqa bilmadim-ku, lekin men bunisini olardim, men o'zimga. Chunki menga shu yoqdi xullas. Ana endi hozir mana buni haydab ko'ramiz. Ranglari aytmoqchi o'rtoqlar, mana oqdan, qorasidan, mana shu rangidan bor. Xo'p o'rtoqlar, hozir bitta salonni ko'rib ketadigan bo'lsak, qaranglar. Buni bakoyi xuddi zikrlarnikiga o'xshagan, bezramishli bo'ladi, polniy oyna bo'ladi. Mana bu yerda bakoy nima edi? Pavorotning chiroqlari mana bu yerda joylashgan. Diskalarining razmeriga keladigan bo'lsak, diskalari qani yomg'irda ko'raman. 245 ga 40 28 diska ko'rasizlar. 20 azin joy ham qo'ygan. Bunga 40 emas, 50-55 qo'yish kerak edi, 19 diska qo'yib yuborish kerak. Undan ham yumshoq yuradi. O'zi yurishi yaxshi, lekin yumshoq bilan. Xo'p, ichiga keladigan bo'lsak, xo'p, bunda ishlatilgan materiallar o'rtoqlar, koja emas, qanaqadir material, buni yonmaydigan material deyishyapti, yonmas ekan. Xo'p, bu yoqlari, lekin mana bu vashi boshqacha. Bu yoqlarga keladigan bo'lsak, 4 ta oynasi avto bo'ladi, detskiy rejimlari bor, bakoy ligrovka joylari, bu yoqda pamyat sidenalari bor. Bu yoqda mana bu narsa qo'yib qo'ysanglar ham bo'ladi. Xo'p, sidenasiga o'tirib oladigan bo'lsa, sidena polniy elektropaket bo'ladi va bakoy siqib oladigan joylari ham bor, ko'rasizlar. Rullari multi rul, bu mashinani ko'rmaganlar uchun fara ligrovka joylari, bagaj ochadigan joylari, monitor displeysi ham ikkita bo'ladi. Bu yoqda bitta mana bor, o'zida ham bo'ladi. Xo'p, ana endi u yoqdan kelasizlar, u yoqda yana bitta ko'ramiz. Xo'p o'rtoqlar, endi bitta haydab ko'ramiz. Bu mashinani men o'zimga to'g'risi video yomon yoqadi, ko'rinishi zo'r. Endi buni hozir bitta haydab ko'ramiz. Aerobaglari mana ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda
yon stol keladigan airbaglar bor ekan, pishalka joylari, bakoylari, hop, svetlari, sensor ekan bu yoqda. Mana bu panorama tomligi. Narginda mana shunaqa faqat material bo'ladi, bitta panorama tomi bo'lmaydi uni o'rtoqlar. Xo'p, mana bunda faqat zadniy kamera bor. Bo'ldi. Narginda 360 gradus kamerasi bor. Значит, u full. Lekin yurishini ko'rasizlar, haqiqatan yurishi, tortishi shu boshqacha mashinani. Hop. Xo'p, mashina o'rtoqlar 608 sekundda ko'rasizlar tortishini. Rovoklari zo'r, ot kuchi darmanli. O'zini mana nimasi menga yoqadi, sportkarlarga o'xshab, bundoq rulni burganda mashina yoniga likkillamayapti-da, oldini o'zi, tumshug'ini o'zi liboja manevr qilganda yaxshi, bemalol kirib o'tib ketadi, mashina likkillab ketmayapti. Buni даже rullarini 3 xil положение qilsanglar bo'ladi. Yumshoq, og'irroq, yengilroq qilsanglar bo'ladi, o'rtacha qilsanglar bo'ladi. Rulda lekin abagriff borligi mazza. Mana hozir yomg'ir, ko'cha sovuq, ruli issiqqina mazza. O'rtoqlar, xullas shu mashinadan bir tugab qolganda, hozir yana kelgan, qaytarib o'taman. Bularning yili 2021 bo'ladi. Kimga agar kerak bo'ladigan bo'lsa, narxi 19 mingdan pastda raqam qoldiraman. Bemalol mana shu raqamga telefon qilib olishingiz mumkin. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar o'rtoqlar.